Menga qaranglar, qachongacha baribir meni bulochkalarim o'xshamaydi deb bahona qilaverasizlar. Kelinglar, men sizlarga ham noodatiy ko'rinishdagi ham bittada tayyorlasangiz ham o'xshab chiqadigan yumshoqqina bulochka retseptini qoldiraman. Assalomu alaykum. Birinchi bo'lib ishingizda ilitib olingan pyure milka sutiga shakar, droji, tuxum, o'simlik yog'ini solib aralashtirib olishdan boshlaysiz. Elangan oliy navli undan qo'shib, ozgina suyuqroq xamir bo'lguncha vilkada aralashtirib olasiz. Keyin uni teng ikkiga bo'lib, bittasiga ozgincha un va bir bo'lak sariyog' solib yumshoqqina xamir qorib olasiz. Ikkinchisiga esa kakao bilan sariyog' solasiz va yumshoqqina xamir qorib olasiz. Ikkala xamirni ham ustini yopib boshirish uchun yarim soatga issiq joyga olib qo'yasiz. Oshgan xamirlarni unlab ketma-ketlikda katta to'rtburchak qilib yoyib olasiz. Avvaliga oq xamirni, ustiga esa qora xamirni qo'yib birlashtirib olasiz. Endi esa o'zingiz yaxshi ko'rib yeydigan tortoning shokolad pastasidan bir chetiga surib chiqasiz. Xohishingizga ko'ra tortoning plitka shokoladidan maydalab sepib chiqsangiz ham bo'ladi. Xamirning yarmigacha xuddi shu tarzda o'rab, qolgan yarmidan lentalar kesib olasiz. Har bir kesilgan lentani xuddi shu tarzda burab chiqasiz. Bulochkani o'rab, dumaloq shaklga keltirib, qolipga joylab olasiz va ustiga tuxum sarig'ini surtib, 180 gradusda qizib turgan duxovkada yarim soat davomida pishirib olasiz. Yoqimli ishtaha!